Ne oldu? Jıkıldı kırdım bu. Ağırdı kireydiken almıştır. Kim oğlum? Bu şanraya durmamışlar. Böyle beğendin tuttu sen. Ayet otur. Oldu kıla ne bu? Çörüp. Ehlet yok mu? Apam mı? Ehlet oz tervessen sen çiçenken de işte kaldı da. Otur bir yer afet demiş kaldı otur. Kadara. Yaxşı. He? Bu iştirip etmişse kirmekten. Şu Sultan Cakrak mı? Şuna kılıp hizmet izlep geldi ha. He? Saadetin neymiş kılsa? Ben çıkış kılayım mı? Bu işhanıga ne dep burada? Ben şu hizmet kabul kıldı iken de otan çığa. Şekerge. Anda bulsa ismi neymi ufkam seninki? İsmim mi? He. Güzel bir tanıştır ha? İsmim... Musa. Yaman kızıkçı balık kendine bak. Sen de ne? Ben şu Yerşar'da. Hey. Tuğulga yerin kaya. Karvatla üstü toğulgan ben. Doktorxanadan içiydik. Bu sen birinci hizmet ya bu şu 100 liran imtihan belgesi geldi aslında ba. He? Kim geldi sana? O meni apam bek bika kaldı ya. Sizde bakın dep. Şunu kelgenmen. Apanınki ko'rsatmasidan kepsanda ufkam ha? He? Bundaqda senin nima alaylikin var? Mening alaylikim ko'p men siz shoiraqman. Shoir. Kelishga. Endi shu Yana uxlayman. Ko'pman. Uzun ish qilib kinolarni ko'rib, kechin tongga qabaq yeyman. qanday kinoga boradi? Uzun kinoga qaraqman, dehshat uzunga. Uzun kino degan bo'yliqi ko'p qismli kinolar ham rakenda bu ha? He, tamog'ini jiqiylaysiz emasmi ko'rayapman. Ben 100 liranın imtihanı öttüm mü? Sen berip xabar kutgin ufkam ha? Kaça? 2 ayının 29 günü haftanın 8'i biz bilan aloqalashsang bo'ldi ufkam. Ben 100 liranın imtihanı öttüm mü? Sen berip xabar kutgin ufkam ha? Kaça? 2 ayının 29 günü haftanın 8'i biz bilan aloqalashsang bo'ldi ufkam. Va, onun da kâme alanmışsın soğudu beni ya. Abar. Kayam ne yaksıdı ben de soğan soramadın ben sorap bakayım ha. On tarafta 3 işek, sol tarafta 3 işek. Cemi ne işek? Nima? On tarafta 3 işek, sol taraf 3 işek koşkan ne işek oldu? 6 işe bulmamda. Hata! Ha? 8 işek. Ay çıka-vermem. Qamlaşmagan bo'lsam. Doktorlar. Muşsalım ben yani kayıp sorap bakay. On tarafta 3 işek, sol tarafta 3 işek. Cem ne diyecek oldu? Seni qo'shganda 9 eshak oldu. Hata! Bu üçümüzde koşmaganda mı 9 işek oldu? Qandasiga? On taraftaki 3 işek, mad işek. Üçünün birden taqibi var. Bak bu oğlum bulurlar akıllı gidemem böyle. Tut. Bunu kaydında oylasak oğudek bunu. Tut. Kere. Sen baya birden çıkıttım ananı tılga aldın. Ne? Başkalarını tılga mıydın? Sen kancı bala?
Men bir bala. Dadam opang-chi? Dadam men tug'iliblam to'yib ketdi. Sen opang bilan Meni opam kichikimdan beri cho'ng qilgan nurg'un jafolarni tatib. Shon bir opamni bir yaxshi baqame, bir yaxshi kun ko'rishtiraymi deb o'zim xizmat izlab bir javob qaytaray deb baqqaniga shuni kelganman. buni aqlaydi biz. Bo'ldi aka, ap qolayli. Buningga mi qiqdak ish chiqib qolar? Chiqdi. Meni rost ep qolamsizlar? Ha? Opam qo'shib ketgan bo'ldi-da meni. Rahmat. Qolsang boya men ishtirib etgan, ben o'tdim imtihonni. Men bir ishtirib baqay. Endi pul so'ylab qo'ysa, vijdonsiz bo'lib ketdim-da. Bu akam urib turganda. Voy yaxshimi aka, qanday ahvoling? Javlan qanaqa ahvoling ukam, yaxshimi? Yaxshi aka, yaxshi. Bormi sen ey? Ba. Ukam sana bir gaplar telefon qantim qara. Ay, digina. Ukam. Ha? Eliqqa mendan olgan 5000 koy pulni berib bersan bo'ldi. Qochaqa 5000 koy aka zig'irlab kichkitamda shuncha vola pulni. Sig'irlab ketmasam bo'ldi. Ukam qara, men yaqinda dadam doktorxonaga kirib qoldigina. Doktorxonadan kelib pul so'lab hozir qistab ketib bordim. Men u yerdan bu yerdan amal qilib aran shuningga men qotim shuningga deb qoldi. Voy bildim aka. Dadangning doktorxonaga kirganini men intayin yaxshi bildim. Dadangni ham men doktorxonaga kirishmasam aka. O qiziqda men undan so'rg'aning bu pulni. Voy mendimi? Yo'q aka hozir. Ukam. Mendim amalga qo'yg'ashqa sendan so'rayapman. Qasdanga davolatsadigina aka menda pul yo'qligini bilib turib ha. Voy menda haqiqatan pul yo'q aka. Men jinimni bersam bo'ldi senga. Ukam. Unda bo'lsa bir haftaga bir amal qilib berayotasiz. Bir haftagacha? Voy menda bir haftagacha topqadak bir imkoniyat yo'q aka. Uningdan ko'ra men o'ldi desam hamda. Qiziqchimi aka? Ukam ilimi 5 yil o'tib ketdi, qara. Bo'pti. Unda bo'lsa bir yeningga pul kirgan vaqtda ayt deb bir berib o'tamiz. Ma'qul bo'ldi. Ama tamom aka ma'qul ha. Qo'sha. Anladingizmi aka gapini? 5000 ko'p pulni ber deb. Qasdanga menda pul yo'qligini bilib turib so'rayapti, vijdonsiz. Ukam. 5000 qo'y pulni 5 yilgacha bermasam xatolik emas. Endi pul so'ylab qo'ysa, vijdonsiz bo'lib ketdim-da. Voy shuncha vola qichtamda shu 5000 ko'p pulga. Voy mang'imchi aka pulchi otib qanday lozim hozir? Voy shuncha vola ketmasin buldi o vijdonsiz. Ukam. Buncha vola deb ketdi, pulni qaytirib bersan olmanda senmi? Voy 5000 ko'p pulga aka uni aytam. Hay. Hey. Pulni ber. Hey. Pulni ber. Abaydan telefonda anda qiyinchiligim bor. Men avma deb men tushundish qilyaptim. Hozir men birdan bo'lmaganga yomon gapimni qilib o'tiratamsa, yilimo 5 yilga suzyaptim. Beramsiz yo'qmi? Voy uncha vaqt ketmasangmi bo'ladi o 5000 ko'p pulga. Uncha vaqt ketmasang bo'ldi. Menga hozir lozim bo'ladi-da. Uqatamsa. Hey, men sana dey, ikkimizning o'tirisida hujjat bor. Qog'oz, qarsiya, uningdan sen tini olmaysan. Buni bermasang, men sana deb qo'yay. Ikkimiz sotib ko'rishib qolamizmi-ki? Lekin aka menda rostli pul yo'q. Hey, oldimda uyan qo'yma. Sen menda pul yo'q deb, sening olma pul setib olganligini bilmamda. Menda pul yo'q deb, uy setib olganligini bilmamda. Senda pul yo'q emas. Sening pulni menga bergin yo'q. Baqara, agar sotilishib qolmay desang, pulni menga qanday bo'lmish bilgan teppa. Bo'lmasa, sotib ko'rishib qolamiz. Anladingmi? Menda rostli pul yo'q aka. Hey, endi sening puling bo'lamdi, bo'lmamdi. Uning bilan mening chatig'im yo'q. Seni hali bir odamiylik bormikan desam, sening cho'rtli odamiyliking yo'q ekan. Pulni menga naydan bo'lmish bilgan teppamisan, sen bilan sotib ko'rishma. Aldingmi? Aka bu O'rtanchi markazidagi Kalgo'shi Uyg'urxonasi bilan Ashkan Lag'manxonasining butun Shinjonda ko'plab echilishini chunki umid qilaman. Kelinglar do'stlar, birga taraqqiy qilaylik. Nimada gap olmaysiz? Maktabga berishdan voz kechmoqchi bo'ldingizmi? Singlim, Aka, dadam avval qanaroq? dadangizning ahvolini bilamsiz? Ha.
Dadamning ahvoli menga 5 qo'ldek ayon. Sizning menga nasihat qilish uchun chiqqanligingizni bilaman. Lekin men oliy maktab ketsam dadam qanday qildi? Apam ketganim uzoq bo'lmadi. Endi men tashlab qo'yib dadamni ketsam. Bo'ldi aka, menga nasihat qilmang. Men qaraq bo'ldim. Men bormayman. Dadamni tashlab qo'yib, bargiz ketolmayman. Efka. Lekin siz Bo'ldi, siz nasihat qilmang aka. keling aka, keling. Dadam. Balam, siz mendan xotirjam bo'lanmay, meni yolg'iz qoladi, salomatligi yaxshi emas deb maktabga berishdan voz kechmoqchi bo'ldingizmi? Voy umaq balam, voy ahmaq balam. Dada shu opamni ketgan uzoq bo'lmadi. Endi menni tashlab qanday keta olayman dada? Nasihat qilmang bo'ldi. Agar siz maktabdan voz kechsangiz, men xo'shal qo'ram yashay olamdiman. Onangiz xotirjam yota olamdi. Dada lekin yiningizda hozir xabar haqida hech kim yo'q. Men mi ketsam endi holingizdan kim xabar oldi? Xotirjam bo'lib o'qishingizga beravering singlim. Dadangizning holidan mana men o'zim bir qo'llik xabar olaman. Farzandlar ota-onalarning yurak parisi. Hech qanday bir ota-ona o'zi uchun farzandlarini qurbon qilmaydi singlim. Shunday balam. Siz bunday qilsangiz dadangiz azoblanmamdi. Gap anglab, xotirjam beravering. Meni xo'shal qo'ram qildig'ini, meni xotirjam qildig'ini dal sizning kulkingiz, sizning baxtingiz bilan. Uning ustiga biz Abdug'ani bilan maslahat bo'ldik. Siz berib uzun o'tmaylam, sizning maktabingizning atrofiga berib biz oshxonadan birini ichib, men sizga ham davomli kamera bo'laman. Ras. Ma'qul dada, men boray. Sizlar xo'sh bo'ldigan ish bo'lsa, janni o'chit desangizmi borman. Ha, menga gapingiz bo'ldi, balam. Evet, Kerem. Yaxshimisizlar? O'tirsam bo'ladi-ya. Bu sizga o'tamaganmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Siz Ha, shu koridorda yo'g'on qilib odam olamiz deb yozib qo'yib kelsizlar. Shunga o'zimni bir sinab boqay deb kirdim. biz modullik imtihon oldiga emasmi u? Ha, bilmay. Laqay o'ttanchi nimalar manxonasimi? Ha, o'tanch ashkanlar Ha, manxonasi. ashna xizmatchi olamiz deb tikansizlar. Hatta uyda qanday tomoqlarni italaysiz? Menimcha qarang, o'sha g'arbcha tomoq ichish shunda payzim bodala. Qandaqdan? Masalan, qandaq tomoqlarni? Mushu nonning ustiga qitiq degani qo'yimiz. Undan keyin go'sht degani ustiga qo'yimiz. Tayyor bo'ldi. Shuni o'qishdi, mazza qilib yeysiz. Ondan mush xamir deganni qattiq sug'urib, cho'p deganni inchik chiqarib, doriya chiqib tayyor bo'ldi. Shuni uni mazza qilib yeysiz. Voy, bu sizning da'vatlaringiz. Tomoq emaskan bu. Voy, g'aribcha tomoq. Mening uyimcha qarang, Shovchuning g'arib tarafida. Siz uyda tomoq etadigan ishlarni qilgansiz shunami? Lekin qiziqadiganingizning hammasi g'arbcha tomoq ekan. Bizning bu o'tanchi lag'manxonasida lag'mandan boshqa yana nurg'un tomoq turlari bor. Bularning hammasi sharqcha tomoq. O'zimizcha yerlik tomoq. Endi shuning uchun ma'lum sizning hozir uniga o'ginib olg'ili bo'ladi, o'ginib olaysiz. Eng muhimi, men sizdan bir savol so'ray. Shunga bir javob berib boqing. Ha. Masalan, bir xaridor kirib tomoqni yeb bo'lib, asli u unday odam emas. Ehtiyotsizlikdan hamda unutib qilib, tomoqni yeb bo'liblar, pulni to'lamay chiqib qoldi. U chaqda siz qanaqa qilasiz? Men qanday qiladim qarang. Mush ovozimni yo'q qo'yib bitib chaqirmanda. "Oy, efendim! Ay, yanchiqingizdagi pulni xudingiz qo'yib qo'yganmidingiz ya? Kelib pulni to'laydim." deyman. Oy. Tuvanka?
Андақ болса, біздің отанчы әшкел мейманханамызға бір әр кіші херида кірді. Әгер бұл херида сіздің зытыңызға тигідіған кептің бірні қылса, ұлчағысыз şu xerida qandaq muomala qilasiz? U kelishganmi? Ismimi? Nada xizmat qildi-ka? Voy, men bilmayman uni. Men sizdan savol so'rayapman hozir. Osh, unda sizmi o'ylashib bir so'rang a? Hey, qarang ukam. Masalan, bir xerida tamoq kutib o'tirgan bo'lsa, siz ehtiyotsizlikdan tamoqni ekilib, uning kutisiga tugib etdingiz. Bu chaqda u qabob sizni tilisiz qanday qilsangiz? Bu chaqda cho'q qarang direktor. Men u tamoqni, o temir taqsi bor u. Ashnaga silib, avaylab ekilib chiroyli xeridani oldi qo'yman. Bu chaqda o tamoq to'kilib ketmaydi. Undaq bo'lsa, bizning shu o'tanchi ashkallar mehmonxonamizga ayol xeridadan biz kirdik. Agar siz mush ayol xeridaning cheyini vaqtida qo'yib bermagan bo'lsangiz, sizga shu vaqtning o'zida chechilib qolsa, siz qanday muomala qilasiz? Men uni shunda deyman-da. Oy, xanim, birdan o'pkangizni besib o'tirib turing. Ay choyni-chu, ostiga o't qilib, qaynatib, qaynab bo'lgandan keyin ay choyni silib, choyning ustiga qaynoq suvni qo'yib, bitta ta'mi chiqqandan keyin qo'yib beramiz deyman. Bir qancha odam kirib, tamoqni sal jiqroq zakaz qilib berdi. Oxirida bular tamoqni to'liq yeb bo'lamadi-da. Bu chaqda siz bu tamoqlarni qanday bitirib qilsangiz? O tamoqlarni qanday qiladim? Chiqib shu to'kib etsam, ili mushuklar yeydi, ili yoq turgan chashqalarning hammasi yeydi shu. Asli xeridalarni chaqirib, mani sizlar qachqa apiray, uy ektinglar, bo'lmasa isrof bo'lib ketdi desangiz, yaxshi bo'ladi. Ukam, kim bir aloqalashib odamga bitirib qo'yadi. Bo'ldi aka, bo'ldi. Manda qilaylik qarang. Bugun siz qaytib turing. Biz sizga ayrim telefon qilaylik. Xabarimizni kuting. Osh, vaqtimiz isrof. Acaba o'zingizning to'y uchun pul xarjlasangiz arziman-da. Erlik hororimni yavlan yeksan qilyaptingiz. Seni men deb qilayotgandimi? Xeridaning usti beshib qapanjini to'kib. İşlemaymi? İşlemaymi? İşlemaymi aka men. Yo'q, kam nim bo'lsam de. Bu siz meni akaganda 6000 kun, 8000 ko'g'ish birimiz degan bu. Kam. Men sana 6dan 8000gacha dedim. 6dan 8000gacha degan gap 60 qo'ydan 8000 qo'ygacha degan gap ma o. Mandati ko'banda. Apamdan bu o'tgan oyda 6000 kun, 8000 ko'g'ish chiqsa, apamni boqamsam o'yloq apam ekan, apamning jini, o'zimning jinim boqamga dekmayman. Efka. Necha vaqtdan beri seni men deb qilayotgandimi? Shu tamoqning mendan, yatig'ing mendan, buzib chaqqan narsalarning hammasi mendan. Yana 3,5 ming qo'y maoshim mendan. Yana qanday qilasiz? Yana 3,5 ming qo'y. Yana 3,5 ming qo'y? To'xtab, hozir ko'rsatib qo'yaman sana. Rayla Meklanfkam. Va necha vaqtdan beri buzib chaqqan narsalarning hammani to'liq o'qib turaman bolalar. Hamsi o'qiyaptimi? Anlani. 8-ayning 6-kuni 3 ton taqsilab men bilan yerga tashlab chiqyapti. 8-ayning 7-kuni koopdan o'rvatdi. Ustida 50 siq koop batdi. 8-ayning 8-kuni xeridaning usti beshib qapanjini to'kibdi. Shunlar aqlni yana qilib chiqardi. 8-ayning 9-kuni diyen senjidan birni moton tushiribdi. 8-ayning 10-kuni ko'shangning ichiga muston o'tilgan suvni silib ko'shangni portlatib atdi. 8-ayning 11-kuni o'tanchi deb marka bisilga qapoqni yerga tushirib tutgansiz shundan qoch bo'ldi. Şanafısını oqamdan yoki Bo'ldi. O'qimasam. Xotirlash pirgansiz siz. Voy, xil chiroyli qiz o'limki debdim edi. İşte.
ishlab qolay akam. Ha, ishlamsa? Ishligini kelgan kim ishlay akam. Sen bunday qilaylik qara. Hem baya apanın qiyinchiligini deding, apanın qiyinchiligi bo'lib qolsa, men yordam tutsam bo'ladi. Oldin pul lozim bo'lib qolsa men beray akam. Lekin, sen qulog'ingni yumshoq qilib, qalayimqan bir narsani chaqmayman ya. Mush do'kondimi o'zimiz kuchli tizim bo'ldi qarar qanday yani. Bilgansa, mush tizimga bo'ysunsanlar, maoshing pul qilsangiz ukam. Bundan tizimga bo'ysunib obda ishlayman. Haqli. Raslab qolamda. Voy, menga berib ishni qilmamsa. Tizimlatqanlar 10ga beribdi. Ha, 10ga az qoldi. O qanaq ahvol aka, yaxshimi? Voy, teshmi aka, bormi sizda? Voy, mo akam voy qanaq ahvol aka, yaxshimi? Ba'dammi bu? Ha? Bu jimmi tanglar aka, hayron qoldingizda. Voy, uzunlar qoldi. Bana opam mana dedim lan. Voy, qara. İşim yaxshi. Bu jimmidan hayron qoldingizda menga. Ro'yinga chiqib ketaylar. Ishamsa? Turpandan keldim aka, turpandan. Ha? Voy, yomon yiroq yerdan kelibsan-ku. Shu mishada ishlaydigan adam oldik deb aka shuni kelmaymanmi? Manda degan afkam yomon qo'rqitgan. Shuni deyman, bu kiriblar, mendan o'tib turadilar sen. Bu sen mushu restoranninki xizmatiga o'zingni sinab boqay deganmi-ta? Ha, men sinab boqay deb aka anglagan mashtaq o'tunchi. Mushu Ashmilag'man xonisi adam oldik degandan keyin turpanda kelmayman aka mishiga. Ismim Dilshod aka. Bodushadi. Qo'shnilar tizimni qo'ymadigan. Qo'shnilar? Hatto degan tizimni qo'ydim. Dilshod deb ism ekan. Bu ko'zimni Ha, oldi. gap baqa. Endi mush bir ishlar qolay deb men endi menga ehtiyojliqdimi deb shuni kelganimda gaplar rasm desam-chi. Anda olsa afkam sen shu oshxonamizdagi qaysi xizmatga ehtiyojli, qaysi xizmatning hududini chiqa olaysan shuni. Men akam shu tomoq tetidanga ajoyib bek usta. Voy, bek tetiyman aka. Afkam bizning oshxonada tomoq tetish kasbi deb unda kasb yo'q bu yerda. Men tetib xalqning oldiga chiqmayman aka. Tomoqni ajoyib bek tetib aka. Tomoq tetigandan sana yarasa anondan chiqsa. Ha, o'zim tetib aka, menga qo'y, hamanim yaraydigan bu katta hozir. Men odat shu ikki lag'manlarni tetiydigan aka, bir lag'mangacha. Qara, sen tomoq tetiydiganqa emas. Menimcha sen qarab baqsam, sen mana qil shoh kelsa, erkin. Sen bana qara, bu buna qizim. Tanjanlık qisna baqila buni. Tanjanlık bo'lmaydi aka. Men oshxona ichida bir tomoqildan men so'man, lag'man va suyg'ashlarni tashlaydigini, tortidigini hamma qilmayman aka. Ya. Olmaz kelmaysiz. Seni bu yer tomoq atkilib qo'yib qo'ysak, atgan tomoqni hamma o'zing yapilab, do'kondan ziyon chiqarsan. Ham ondaqmi bu ketmasdi aka endi. Ey, nima qilayli? Sen endi bu dastlab qadamda qil yordam degida bizga. Ha. Yordam degan bilan taqsimotni biz qilamiz. Biz nimani qil desak, shuni qilsa. Qilib, agar ko'nalsang, ozroq sinjish baqimiz, sen bu bizni bunday ko'rib baqsa, kuzatib baqsa, bizmi seni adamilik jihatdan bo'lsin, ma o'zingning qobiliyating jihatdan bo'lsin, ko'rib kuzatib baqimiz. Bo'lsa, ananingki digor tuzab, rasmiy qonunliq bunda xotin tuzab ananingki ishlatimiz seni. Bo'lamda? Lekin sen cho'qim bizning gapimizni anglab, tangjanlik qilsa, tangjanlik sinab baqsin. Aka anda olsa chiqib bir ko'rib baqaylikmi? Ha, olib sinab baqaman. Bana bak. Tizimlatqanlar 10ga beribdi. Ha, 10ga az qoldi. Bu qanaq ahvol aka, yaxshimi? Voy, teshmi aka, bormi sizda? Voy, mo akam voy qanaq ahvol aka, yaxshimi? Ba'dammi bu? Ha? Bu jimmi tanglar aka, hayron qoldingizda. Voy, uzunlar qoldi. Bana opam mana dedim lan. Voy, qara. İşim yaxshi. Bu jimmidan hayron qoldingizda menga. Ro'yinga chiqib ketaylar. Ishamsa? Turpandan keldim aka, turpandan. Ha? Voy, yomon yiroq yerdan kelibsan-ku. Shu mishada ishlaydigan adam oldik deb aka shuni kelmaymanmi? Ha. Mana
Anda degene afkam yaman koklayotgan Şunu deme bu kırıkla meylen olup duratın sen. Bu sen şu restorandaki hizmetini özünün sınava kadar mı ta? Hem sınava kadar aka anlığa başlap utunça şu Eşmi lağman xonisi adam oldu kelganda ki turpanni kamayman makam ishiga. İsmim Dilshod aka. Bodush edi. Qo'shnilar tizimit qo'ymadigan. Qo'shnilar? Hatto degan tizimit qo'ydi. Dilshod demismi ekan? Bu ko'zimning oldi. Ha, gap baqa. Endi mush bir ishlar qolay deb men endi menga ehtiyojliqdimi deb shuni kelganimda gapni rasm desam shu. Anda olsa afkam sen şu oshxonamizdagi qaysi xizmatga ehtiyojli qaysi xizmatning uddasidan chiqa olaysan shuni. Men akam shu tomoq tetidonga ajoyib bek usta. Voy, bek tetiyman aka. Afkam bizning oshxonada tomoq tetish kasbi deb unda kasb yo'q bu yerda. Men tetib xalqning oldiga chiqmayman aka. Tomoqni ajoyib bek tetib aka. Tomoq tetigandan sana yarasa anondan chiqsa. Ha, o'zim tetib aka, menga qo'y, hamanim yaraydigan bu katta hozir. Men odat shu ikki lag'manlarni tetiydigan aka, bir lag'mangacha. Qara, sen tamoq tetiydigan emas. Menimcha sen qarab baqsam, sen bunda shoh kelsa, erkin. Sen bana qara, bu buna qizim. Tanjanlık sınıf bakın ne bu ne? Ya tanjanlık bulmaydı ki aka. Ben aşkın içinde bir tamakıldan mı? Ya ben soğumen, lağmen, o suyuğaçlan taşlaydığını, tatıdığını hemen kılmayım mesela aka. Ya. Anlatmaz gelmezse sen seni bu yer tamak etkili koyup koysak etken tamakla hemen özün yapılıp dükkandan ziyan çıkarsa. Hem ondan bu gitmezdi aka hem de. Hey, ne kılayla? Sen hem de destek kademde hadi yardım degene bizge. Yardım degen bilen taksimatni biz qilamiz. Biz nemini qildisak shuni qilsa. Qilib agar ko'nalsang, ozroq sinjish baqimiz. Sen bu bizni bunday ko'rib baqsa, kuzatib baqsa, bizmi seni adimilik jihatdan bo'lsin, ma o'zingning qobiliyating jihatdan bo'lsin, ko'rib kuzatib baqimiz. Bo'lsa anonikin digovor tuzab, rasmiy qonunliq bunda xotin tuzab anonikin ishlatimiz seni. Bo'lamda? Lekin sen cho'qim bizning gapimizni anglab, tangjanlik qilsa, tangjanlik sinab baqsin. Aka anda olsa açıkıp bir körep bakayım mı? Ha, abırıp sınıf bakama. Bana bak. Hay hay! Mana o'xshab ketdi lag'manlar, mana o'tanchining ashkal lag'mansida mana. Ey! Hoy! Maktabdan amtarga o'xshamamsizlar? Lag'man sappasizmi? Lag'man gap chiqamsizlar? Pul yo'q. Endi buda sizlarni men mehmon qilay. Ammo lekin bir shart. Keyin savodishlarni shu o'yliklarni hammasida shu o'tanchi ashkal lag'manxonasiga cho'qim boshlab kela olamsizlar? Sizlar, ha, amsi ichga kirib lag'manni yanglamanglar kiringlar. Rasmga kelamayga. Bunda tizlib turib tushaylar chaqan. Kim tortdi rasmni? Achishimiz tortdi. Eshitdim mana ukularim chaqan lag'manni yangla kiribchimi? Chaqan bo'linglar chaqan. Keyin ketimlikka unutib qolmanglar, ha? Chaqan lag'man, mana chiqsin. Kaboblar chiqatdi. Hay ho, mana lag'man kabob chiqatdi. Vo aka qursoq ochganda ha? Qarang nima? Qarang nima deb aka? Ya buni ashkan oloy lag'manimizni bir tetboqsin dedim aka. Sizdek mushundoq muskulliq, yo'g'on okalarimiz kirib yesa ravrus bo'ldi emasmi? Yemaganing bo'pti. Yemaganing bo'pti deb dehqonning kuchi katmanda, sizdek cho'ng okalarimning kuchi lag'manda degan bir gap aka. Kirib bir gap chiqqan. Mana bizda opalarimiz o'zi ish bilan naq maydonda qabatdi aka. Kirib bir gap chiqqan aka. Haqiqatan o'xshaydi. Yemisingiz arzu armandil qalsa emasmi? Chaqa bir kirib bir gap chiqqan. Lag'mandan bir bat ketdi. Ay kasa. O mana lag'man chiqdi, so'man chiqdi, mad chiqdi, sam chiqdi. Güzel qizlar, kazlarmi lag'man negil kazlar haqiqatan bizning ashkal lag'imiz ajoyib isil, ajoyib tamlik. Sizda güzel bu shundoq shinsaylik qizlar kasa. Voy bak yarab chiqdi. Mas shinsay menga shundoq saqlanib turdi. Kasa. Shunda umoqchi qilgan bolam. Voy kasa mana 2000 ming lag'man kasa. Goşgidli irito, ağzanlığı sağsanla, puşaymanda kalmamto, yemeği gidip kalsanla bakma. Fıkam, ma materyalini ekirmey etmeyin ha bu. Kim sütün? Sen pazarın içi bakın. Teşikma. Malıkı
o'ttancha ashkanlar mayxonasi degan shirkat shumi? Mush ukam. Undan naq deb kelibdiman. Birazini izdan qo'yasiz. Men shuni loban izlayman. Loban borda. Qanday gapingiz bo'lsa, ukam mana desangiz bo'laveradi. Voy, o sizga deydigan gap bo'lsa, men loban izlaydan-da. Lobanni deb qo'yman, men loban izlayman. Ukam, anda gap. Xo'jayin sirtga chiqib ketgan. Qanday gapingiz bo'lib qolsa, mana desangiz bo'laveradi. Ha, xo'jayin sirtga chiqib ketganda, o'zing aytgan lag'mini o'xshamay, uzilib ashqanga lag'maygin chiqdi. Yana qiziqchi bo'l ekan, bu. Anglasam, sizniki ashqani adam ag'diribdi. Men talardim jahiy qildiray deb. Nima ish qila olasiz? Men qara. Bu shu qar ishli bo'lmasa, har qanday ishni qila olaman. Men qara. Shu oshxona, choy taomlari degan ishni hammani qila olaman. Uni ustiga bizning uy mehmon kelib qolsa, men xo'shalligimdan hayajonlanib, shu 30 kishim ijarab taladli qaraqlarlar. Şunga men mehmonlarga to'yga boshlaydigan, baka qalsa dumbisi qashlaydigan, kuchli degan xizmat qilib boqaymi ekan deyman. Ha, ukam. Anda bo'lsa siz oshxonada mehmonni qanday boshlasak, mushari shunda bir boshlab qo'ying. Boshlab qo'yma. Unda boshlab qo'y ya. Qani mehmon kelmamsi, chapinini sanmamsi, tayyorlay tamoqni pul to'lab ketmamsi. Ukam, qiziqkan. Yana birini. Nima qalaydi ko'nglingiz? Men chaqqan demamsiz. Lag'man pulni suqashni o'ngilani yemamsiz. Ukam, akayni ulapla. Yana birini davatanga. Go'shgidli iyito, og'zingizga solsanglar, pushaymanda qolmamto, yemay ketib qolsanglar vaqma. Ajoyib qiziqchi bo'l ekan. Agar ukam siz mana shunday qiziqchilik bilan voy, mulozimlik qildigan bo'lsa, tangjonlik qildigan bo'lsangiz, bizning do'kon xaridolar patmayli qoladi jumala. Men bu tangjonlik ne qara? Men bu tangjonlik deganni davlat tildim qilaydim jumala. Anlab bakamsiz. Men so'men ko'rib, men Jafanboz xondan just sayus esamsa arda cho'sish qas. Ma'dolni xili iqtidor bor ekan. Bir do'konda o'ylashib baqamdik ya. O'ylashib baqsak bo'ldi. O'ylash baqsaq bo'ldi. Meni tasli o'ylash baqsizlar. Men miyagi pasilning miyagi ta ishlayim degan xo'sh o'san bo'ldi men deb qo'yay. O'ylash baq. Albatta bu gapni qilib turibdilar. Menda bir plan bor. Plan? Qanday plan? Ammo bu oshxona, choy taomlari degan yerlarga dehshat tushirgan plan. Bu planni Baqilib kam adamni bak taqozo qilgan bo'lakansiz. Satma. To'rt o'g'on balga to'rt ayol kishining kiyimini kiydirib, ular grim qog'ozab, artık aşağıda usul o'yintimiz. Satma. Pulga. Ha. Bunun ham da boshqa odam bo'lib qolsa 15 ming ko'n setayotgan. Sizlarga 10 ming ko'n setib. 10 ming ko'n? Başka qimmatmi? Ya ama yanlış ketdim be, qiyin qolgan vaqtda sen azal tipasan bo'ladi, yo'q tipasan bo'ldi. Ukam, oldi bilan ash planingizni bir anlab baqilay. Ondan kim bir gap bo'lar? Ya, o planni men daldi gülolmaydi. Planni sizga deb bersam, siz qilib bakishing bilan xo'jayinlik deb, xo'jayinlikni yaxshi ulab, asl anadikin siz o'zingizga pul topadigan ishni qilib ketsin shunaqmi? Men anadikin o'zim undan ish yo'q, bekat men xizmat topolmayman. Anda bo'lsa, ukam, bu biz sizga zakalat pulni bersak, uni deb bermaylar, g'ipir ketib qolsangiz, o'cha bizni ham topmamda. Ya, unday emas. Agar pul berib qolsam, deb undan berish xiyoli ozroq kelib qoldingmi? Ha, ozroq xiyol bor. Undan o'sma deb baqilib ukam. Qara, manda qilamiz. Endi hozir vaqo. Sizningki shu. Simiz o'g'on baldan ikkin tepa. Oshxonniki, o'rtancha oshxonniki sol taraf bilan qo'yamiz. Uruq o'g'on baldan ikkin tepib, yana o'sha ikkisini o'ng taraf qo'yamiz. Andikin o'g'ni oldiga jibbo qildigan uskulining to'rini tiklab beramiz. Nima ish qilamiz u yerda? Anadikin u balaga chiroyli qizib, rangli qilib, shu ayol kishining ko'ynikini kiydirib, to'tiga, to'rt o'g'on balaga to'rt ayol kishining ko'ynikini kiydirib, ular grim qog'ozab, anadikin ashiyat usul o'yintimiz. Usul o'ynatgandan keyin uyaga ananikin shu Wang Hongdian bo'lib, to'r cho'lpon
tamakxonasi ulab ketib, ana degan abalo bilan tamoqni yeb chiqib, udilib rasm yishib, mundaq ketadigan yer qilmamdi deyman. Agar siz deganda qilsak, bizning oshxona Odam bitishmay qoldi. o'tanchi Van Xon degan bo'lib ketdi. Ha. Rahmat ukam, yaxshi ko'nglingizga. Biz ishni qilmaylik ukam. Bizning kichik bolalarimizga yomon ta'sir olmamdi, shuni do'rab, nachar qiliqlarni o'rganmamdi ukam. Bo'lmaydi ekan ma'pilarimiz. Endi qara bu Van Xon degan gap to'rchilpin degan gap. Buni shuni yaxshi qilayotganlar bor. Qilayotganlar lekin aldek turmanmaqda. Bunun azraq taqtoqchilik bo'lmasa, azraq saranglik qilmasangiz, unda to'g'rilamay demak, sizningki bu oldidagi bular endi azraq saranglik qilsa, anadagi sizning o'rtachidagi oshxonangiz Van Xon dengi aylanib, rasmiy pul degandan sharaq deb siz deyman. Ha, ukam. Biz ma ishni qilmay turaylik. Sizning iqtidoringiz bo'ldi ekan, sizni bir qabul qilsak bo'ldi, lekin planingiz bo'lmaydi ekan ukam. Hey, sapasizlik. Hey, bilimsizlik. Eshakning bilan kunjir navatning qadrini degandek, ma odamga deganni yoz qapishib. Deganni yoz qapishib, qalbimdan gazo'lab ket. Bir piyol chayinglim yo'q. Yana taqa. Aka, Nimani? pul ne? Pul yo'q. Bakara. 5.000 koyuyorsun bir ara. Pul yo'q ukam. 3.000 koyuyorsun bir ara. Yok. 2.000 koyuyorsun bir ara. Ukam, ma bizning muhim maslahatlashayotgan bir planimiz bor edi. Planni o'zingiz ishlatib, bizning planimizni qilib qo'yib, men bir yo'q qilmas ukam. Bermeysiz o. Ukam, ma ishxondan bir yo'qlagan. 8 koyuyorsun bir ara. Voy, ma ishxondan bir chiqar adashma. Bermeysiz o. Ben siz gidip koyayım. Beğenmişsiniz. Ben sizinki otançı aşkınınız ne? Buyurun mekanınız ne? Bu eski namı ne? Bütün torda pırk etkiliydi ben. Bağımın kişini şu çağda bilip kalsınız. Beğenmeyen de. Ben de bir orgunlu. O'zingiz xato hisoblagan ekan, qag'in o'zingiz to'lab 15 ga bersam bo'ldi men. Sening bundan gap qildigan nima qilyapsan ekan? Ha? Rasmiy shu burunqi shu kichik vaqtimizda kichiklarga bir qattiqlar va shuning ta'minlab chiqibdi hozir. Bizning shu dehqon adillarimizning o'z qo'li bilan o'tgan ta'minga o'xshash. O'ttanchi yerli qatiqlari. Ha, mana hamda bunimi markaga sap yaxshi o'pdi mavjuma. Ha. Buni sizlar shu oshxonalarni taqib o'tamsizlar yo boshqa yerdan kengaytdinglarmi? Voy yo'q aka. O'sha yakandagi barliq cho'ng kichik oshxonaning hammasiga silinib bo'ldi. Voy, mana men o'zim bojim. Shunday yoqdi. O'zim mehmon qilmay bugun sizlar xotirjam Boshqa yurtlarga Ko'raylik, nima qilamiz? Sen bu lag'ma yeymikin? Lag'ma o'xshaydi. qanday ishda tabilarda Lag'ma yeylik. Qo'ymalar. Aka. Aka, lag'mandan beri yeyilchi. İşkine. yo'q. Lag'man yo'q. Lag'man botirimda ekan-a? Shundaymi kunda chiqayotgan narsadan chiqadi biz kelgan yo'qmi? Voy, yo'q, sizlar xato ko'rib qolibsizlar. Uygur bo'lsin mayli aka, men oshxo'z uygur o'xshaydi. Uygur bo'lsin mayli. Uygur yeyilchi aka bo'lsa. O'girmi yo'q ukam. Hozir ikkisi ichib chiqyapti uygurni. Ya aynikin ashta ko'z qo'yapsiz. Bu kuzu qasdan kelib qo'yapti ha. Voy, to'g'ri bu Ukam, bu uygurim. tamoqlar chiqayotganda qilayotgan yo'q deysan bularga. Hey, aka. Ha? Bu mundaq ish. Voy ukam. Voy, bu oshxonaning oldiga kelgan odam ishchi kirmay timsiqlab turibsan bu yerda. İçi kiray degan aka. Kiray desam shu yinimda pul yo'q. Kirmay desam kurskum ochdan aka. Pul yo'q? Voy jinim ukam. Naytga shu bir vaqt qamoqgan-ku. Jura ishchi kiramiz. Ma. Rahmat aka sizga. Jura ukam, jura. Ma. Rahmat. Ukam, nima tamoq yeysa? Men lag'ma aka. Bu oshxonaning lag'mini o'xshaydi emasmi? Ras bizning bu o'tanchi oshxonamizning lag'mini ajoyib o'xshaydi. To'g'ri aka. Ukam, ma ustalga lag'mandan birni qilinglar. Cho'p qizarroq olsin juma. Cho'pini sen jiqroq qilinglar. Chaqqan bo'linglar, chaqqan. Menga so'yma lag'mandan beri. Aka, menga ko'ligish uygursizdan birini. Aka, bu da menga bir o'xshitib bir boshqa suyg'ish qilib aka.
Şunu bir içip bakayım da. Aka, aman oştup bir yuptan kıpırga. Manda işte de. Şunda açıp bak. Hakikaten ben naçar adam gelse aka. Ya bizge bir kişi tamak haken ülemden. Hey! Bu senin nima? İşine emez. Hech nimang bo'lmasa, sening bundan gap qiladigan nima haqqing bor seniki? Ha? Mos qilmay. Hey! Chiq ketinglar mana. Rahmat. Gap yosh turib. Bu qisman insonlardagi shunday tamaxo'rlik, ochko'zlik bor-ku. Odamni mushta bizar qilib qo'ydi. Qizlarning do'sti yo'q degan gapmi bor? Keyinchi pushaymon qilib qoldigan ish bo'lib qolarmikan? Mashina cho'kilib ketdi. Yomon. Chiq yonjuma. Kaç işlemsiz ya? Teklif beramamışsa. Bu sen? Neymiş ki söylesen? Ada şu... Kaçandan beri işte tepişi ağantan lan? Adaş bu çok ara. Bulduk le. Qara adaş. San desem bağı. Muş yaqindan buyon Dilshatman bir xil shunda sadoqatidek belingan bo'lib qoldi qara. Neymiş bunu oylab kaldı? Bekkin keshishim tushdi. Uy kirdi. Karvat o'zini tashlabla xo'rakni do'ngtab uxlaydi qara. Usan gapdim da. Voy qildi. Tamoq pishdimi, umu, bumu deb. Bu yetarli emas menga. Albatta yetarlik emas-da. Sen asli aktivlik bilan ko'ngil bilish kerak. O'ylab baxsam qara. Yaqindan buyon u men faqat ko'ngil bilib baxmabdi. Unoz o rost chatoq o'xshamamdi u. Uning ichiga o'ylayotgan bir ishlar bor. Uning ichida nima o'ylayotganligini bilmay, elishib qolaylik dedim adash. Uni bir sinab baxsaq bo'ladi. Rostma? Ma'qul. Asta qilaylamsa. Bekle. Shunda qilaylik. Ha, ma'qul. Shunda qilaylik, ha? Adaş, men sen bir xo'sh xabar deya. Ha. Men Yo'ljon telefon qilgandim. Telefon qilib uni sinasam, ayolim ba, men avar qilmang deydi u qara. Yedim adaş rasma. Endi yaxshi. Adaş men ortiq qo'yilib optimajmi? Ha, rostla ortiq o'ylayapsa, jinim. Canım adaş. Anda bo'lsa qara. Bugun biz bir tamoq yemaylik adaş. Sen uyingga qayt. Men baldiroq qaytib, eng yaxshi ko'rgan tamoqni uy saqlab turaymi adaş? Ma'qul. Qilay adaş. Qaytgan amsa. Ma'qul adaş. Efka, to'xtab turing ha. Baya qilishgan gapinglarni men angladim. Lekin siz to'g'ri qilmadingiz ekan. Bu nimligini emas. Singlim, qizlarning do'sti yo'q degan gapmi bor? Keyinchi pushaymon qilib qoldigan ish bo'lib qolarmikan?